300 millionlar atrofida eski minilgan Malibu'ga olganim yaxshimi yoki Inomarka olganim yaxshimi? Hozir men beradigan taklif sizlarga ancha foydali bo'lishi mumkin. Akalar, bugungi obzorimizda Dolphin 007 modeli bu sport car hisoblanadi. Mashinamiz gibrid bo'lganligi uchun umumiy quvvatda 1200 km masofani bosib o'tadi va 218 ta o'q kuchiga ega. Mashinamiz benzin tanlaydi, kamida 95 benzin solishlari kerak, lekin asbobi ancha kam. 4.2 litr rasxod qiladi. Tashqi dizayniga e'tibor berasiz, juda skromli ko'rinishga ega. O'zini rangi ham neobishniy rangdan foydalanilgan. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, old tomonida kunduzgi yoritish chiroqlari va tungi yoritish chiroqlari bilan jihozlangan. Bu uzoqda va yaqin yoritadigan chiroqlar bilan bezatilgan va datchiklari bor akalar. Ya'ni oldinga qandaydir to'siq bo'lsa, sizlarni ogohlantirish uchun datchiklar bilan jihozlab ketilgan va kamerasi ham bor, oldi kamerasi. Balon qismiga keladigan bo'lsak akalar, balonni 18 razmerli diska balonlar bilan jihozlangan va yumshoq balon qo'yilgan. Buni olgandan keyin hech qanday balonni almashtirishni keragi yo'q. Xo'p, mashinamizda bokovoy qismiga e'tibor beramiz. Bokovoylari chiroyli neobishniy qilib ishlangan va slipoy zonalar bilan bezatilgan. Eshigining ruchkalariga e'tibor berasizlar akalar. Mashina ochiq bo'lgan holatda mana shunday ochilib turadi. Qo'plasangizlar tekis bo'lib yopiladi. Mashinamizda 5 joy do'stlar bor. Mashinamizda balandligiga keladigan bo'lsak, Malibu'ning balandligi qanday bo'lsa, shunday balandlikka ega, ya'ni bizning garmoshkali yo'llarga tagiga tegib qolmaydi. Xo'p, orqa tarafga keladigan bo'lsak akalar, mashinamiz liftbek hisoblanadi, ya'ni laboy bilan qo'shilib ochiladi akalar. Ochilib yopilishlar o'rnik knopka bilan, qanday ortiqcha qo'l bermadi kerak emas. Mana bu yerda o'zini kleysi bo'ladi, ya'ni hozirgi elektromobil va gibrid mashinalarda zapaska balon bo'lmaydi. O'zini balon shunga moslashtirilgan bo'ladi, ya'ni yo'lda qandaydir bir xil bironma kirib ketsa balonni olib bemalol yamab ketilaveradi. Bagaj hajmi 400 litrlardan ziyod, 450-470 litrlardan ziyod ancha-muncha narsa ketadi akalar. Endi bunda detskiy rejimlari ham bor, o'sha qo'lni qisib qolmaslik rejimlari ham bor. Bu orqa farada ham LED bo'ladi, splashnoy yonadi akalar, o'sha narsaga. Orqa tarafda ham kamerasi bor va datchiklari ham bor. Ya'ni zadni yurgan paytlari qandaydir to'siq bo'lsa, sizlarga ovoz chiqarib ogohlantirish uchun qo'yilgan. Eshigini ochilishiga e'tibor berasizlar akalar. Og'irroq va qalin eshik, mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Va nima uchun og'irroq? Sababi mana obshivkalariga plastmassa ishlatilmagan akalar. Mana bu quyma kojadan foydalanilgan. Mana bu qo'lni o'zi koja, endi bu yerda ham chizilib ketmaydi hech qanaqa. Bu quyma kojadan ishlatilgan va eshiklarimiz bez ramishli akalar. Bu bez ramishli eshiklar o'zlaringiz bilasizlar, premium klassdagi, ya'ni qimmatbaho mashinalarda bo'ladi. Endi salon qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda mana o'zining akustika sistemalari bor. Mana bular ham polni nikeldan ishlangan va eshigini ochib yopadigan knopkasi bor. Ichkaridan ochib yopish uchun. Salon qismiga tashrif buyurganimizdan keyin bizni mana bunaqa neobishniy shaklga bo'lgan kojinli rulimiz kutib oladi akalar. Rulimiz qizish xususiyatiga ega va salon qismida 90% dan oshiq koja bilan qoplangan akalar. Mana obshivkalarimiz, barlar, rul, sidenyalar, keyin mana bu tarpetkalari ham akalar umuman plastik ishlatilmagan. Bular masalan chizilib, qirilib ketadigan narsalar yo'q. Endi zborkasiga e'tibor berasizlar, urib qanaydir udar berib ko'rsanglar, g'ijirdagan ovoz chiqmaydi akalar. Mashinamizda head-up display mavjud. Head-up display ham uncha mashinalarda bo'lmaydi. Premium klassdagi qimmatroq mashinalarda bo'ladi akalar. Bu yerda mana mashinamizni tezlikni ko'rib ketsanglar bo'ladi, bemalol. Va katta monitor orqali mashinamizni polni kontrol qilishlaringiz mumkin. Bunga qaytamiz. Bu yerda mana bespirodniy zaryadkamiz bor. Bespirodniy zaryadkamizni oldidagi mana bu teshikni ko'pchilik so'raydi, nima uchun kerak deb. Bu narsa telefonlaringizni zaryadkaga qo'ygan paytlaringizda qizib ketmasligi uchun, ya'ni sovutish maqsadida qo'yilgan akalar. Bu yerda 2 kishilik podstakanimiz bor va katta barimiz bor akalar. Barning ichida xolodilnigi ham bor. Ya'ni konditsionerni qo'shib qo'ygan paytlaringizda suv tashlab qo'ysanglar, bemalol sovutib beradi akalar. Mashinamizning menga eng yoqqan tarafi akalar, shum izolyatsiya umuman kerak emas. Ya'ni tashqaridagi tovush 1 gram ham ichkariga kirmaydi. Juda shum izolyatsiyasi kuchli qilib chiqarilgan ekan.
Xo'p, monitor qismiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda mana konditsionerlarni nastroyka qilishlaringiz mumkin. Biz hozir mana eng pastga qo'yib qo'yganmiz. Mana bunday qilsanglar juda ham qattiq sovutib tashlaydi bizlarga hozircha. Shunisi ham ma'qul. Xo'p. Ichidagi ilovalariga telefonda qanaqa ilovalar bo'lish kerak bo'lsa, shunaqa hamma ilovasi bor akalar. Bu yerda mana mashinamizning nastroykasini ko'ramiz. Xo'p. Освещение mana podveska saloni deyapti. Bu salon ichidagi mana bu chiziqlarga e'tibor berasizlar. Bularning rangi o'zgaradi. O'zlaringizga moslashtirib, xohlagan ranglaringizga qo'yib olishlaringiz mumkin. Xohlasangizlar rangini mana bunday ko'tarib qo'yishlaringiz ham mumkin. Bu hozir kunduz payti uncha bilinmayapti, lekin kechga juda ham chiroyli освещение beradi akalar. Xo'p, vajdeniya qismiga o'tadigan bo'lsak, mashinamizda o'zi 3 xil rejim mavjud. Eco, Comfort, Sport rejimlari mavjud akalar. Sport rejimiga qo'yib, любой bitta mashina bilan bossangiz, sizlarni sharmanda qilib qo'ymaydi. O'zi razgonni 6-7 sekund deb bergan, lekin Malibu'larni bemalol olib qo'yadi akalar razgonga. Rulimizda ham 3 xil tizim mavjud, ya'ni Comfort, Standard, Sport. O'sha Sport rejimiga qo'ysanglar, rul og'irlashadi. Sababi endi katta tezlikka ketyapsizlar, rulni noxosdan bir o'ynatib yuborsangizlar, baxtsiz hodisani oldini olish uchun rul qotadi akalar. Mashinamizda keyin o'zini intellekti bor akalar, juda ham aqlli mashina qilib chiqarilgan. Avto tormozjeniyasi bor, ya'ni oldinda kutilmaganda qandaydir oldingizdagi mashina tormoz berib qo'ysa yoki qanday piyoda chiqib qolsa, o'zi avtomatik tormoz bosadi. Buni xohlasangizlar o'chirib qo'ysangizlar ham bo'ladi. U o'zlaringizning xohishlaringizga bog'liq narsa akalar. Mashinamizda cruise controlga qo'yib ketyapsizlar. O'zi oldindagi mashinalardan, yondagi mashinalardan o'zi distansiya saqlaydi akalar. Bexavotir ketishlaringiz mumkin. Va polasa udерженияsi ham bor. O'sha vaziyatga qarab o'zi polasani almashtiradi akalar, vaziyatga qarab. Keyin голосовой помощник degan rejimi ham bor, ya'ni ovoz orqali ham mashinani bemalol boshqarishlaringiz mumkin akalar. Displey qismiga o'tadigan bo'lsak, akalar, mana bu yerda mana monitorni yuziga qo'yish uchun rasmni tanlasangizlar bo'ladi. Keyin mana yorug'lik yarkisini ko'tarib tushirib, ya'ni kechqurun ketayotgan paytlari juda ham yorug' bo'lib ketsa, mana tushirib, shu yerdan kontrol qilishlaringiz mumkin. Bu yerda mana zvuklarni nastroyka qilishlaringiz mumkin akalar. Mashinamizda Bluetooth, Wi-Fi, mashinamizdan Wi-Fi tarqatishlaringiz ham mumkin akalar. Hamma funksiyasi bor. Bu mashinaning narxini oxirida aytib ketamiz akalar. Lekin bu mashinaning narxiga buncha funksiya menimcha juda ham arzon deb o'ylayman, chunki hozirgi paytda O'zbekiston sharoitida 340 million so'mga shu mashinamiz narxi 340 million so'm bo'ladigan bo'lsa, buncha funksiya lekin arzon deb o'ylayman men. Masalan, 400-500 millionlik mashinalarda, 600 millionlik mashinalarda yo'q funksiyalar ham bor-da, bu mashinadagi funksiyalar. Konditsioner juda ham to'g'risi yaxlab tashlab o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Keyin mana bu yerda 360 kamerasi bor, mana. Xohlagan tomondan qilib ko'rsangizlar bo'ladi akalar. Keyin mashinamizning tom qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, tom qismimiz polni panorama bo'ladi. Panoramani ochilmaydi, lekin oxirigacha shisha bilan qoplangan. Endi shisha degan akalar sinib qolishi mumkin, unaqa bo'lishi mumkin deb o'ylamanglar. Buni ko'p o'zimizning mijozlarimizdan so'raysiz, sinmaydimi? Akalar, hozirgi sharoitda dunyoni 60%, 70% narsasini Xitoy ishlab chiqaryapti. Endi o'zini mahsulotiga akalar shuncha narsa aqli yetgan odamlar oddiy tomga oddiygina shisha qo'ymaydi akalar. Bular qattiq shisha, uncha narsaga sinmaydi va yorilmaydi ham. Singan taqdirga ham yo'lovchiga hech qanaqa ziyon yetmaydi. O'zini o'rtada защитнigi bor. O'sha shisha sinib ketsa ham hech qanday odamga ziyon keltirmaydi akalar. Atigi 340 million so'mga bunaqa komfortdagi va bunaqa funksiyasi ko'p avtomobilni faqatgina Dongfeng avtosalonidan xarid qilishlaringiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun pastda raqam qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib bemalol o'zlaringiz xohlagancha ma'lumot olishlaringiz mumkin.